Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək olsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. 13 iyul günü Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xanım tərəfindən Germaniya federal parlamentida e'lon qilingan Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining alayda tilga ilinishi Germaniya matbuotlarining va kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Germaniya hukumati tərəfindən rasmiy tasdiqlanib e'lon qilingan hujjatda mundaq deyilgan: Xitoy vaziyati o'zgardi. Bu o'zgarishning va Xitoyning siyosiy qarorining natijasida biz Xitoyga bo'lgan ko'z qarashimizni o'zgartirishimiz kerak. Reuters agentligining deyishicha, yangi strategiyada Xitoy sistemlik raqib deb atalgan. Bu 64 betlik strategiya hujjati Xitoy hukumatining Tinch okean rayonidagi zo'mgarlik harakatlarining kuchayishi va hamda ta'minlash zanjirlarining bexatarlik andisidan keyin Xitoyga bo'lgan strategiyalik tayinishchanligini azaytish taqozosi natijasida o'ttirg'i chiqqan ekan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Twitterda qilgan so'zida bizning maqsadimiz Beijingdan ayrilish emas, ammo Xitoyga bo'lgan xalqlik beqinishni azaytishni maqsad qilgan degan. Dünya Uyghur Qurultayıning bu munosabat bilan 13 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining alayda tilga ilinganligini qarshi olganligini, ammo Uyg'urlar masalasining odatdagi kishilik huquq masalasi sifatida nihoyat yumshoq bir talaffuzda tilga ilinganligidan afsuslanganligini, Uyg'urlar navbatda duchor bo'layotgan hodisaning nuqul holda kishilik huquq masalasi emas, balki rasmiy bir irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligini ta'kidladi. Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Xitoyning Uyg'ur va Tibetliklar yurgizayotgan kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlari ayblanishi bilan birga Xitoy o'zining xalqaro majburiyatlarini ado qilishi, fuqarolarning erkinlik huquqiga hurmat qilish lozim deb ko'rsatildi. Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining tilga ilinishi Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'adi. Mazkur strategiya e'lon qilingan hamalla 13 iyul kuni Xitoyning Germaniyalik bosh elchisi bayonot e'lon qilib, biz har qanday davlatning Tayvan, Xinjiang, Hong Kong masalasini ko'zir qilib, davlatimizning ichki ishlariga aralashishiga qat'iy qarshi turamiz. Bu kishilik huquq masalasini bahona qilib, Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashganlik, haqiqatni burmalab Jungoga qarshi surkiganlik deb chalvo qildi. 13 iyul kuni Markaziy Germaniya poytaxti Berlindagi Mercator Xitoy tadqiqot institutining sohibxonligi bilan Germaniya parlamentida o'tkazilgan yig'inda Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xanım Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasini e'lon qilgan edi. Mercator Xitoy tadqiqot instituti Xitoy hokimiyati tomonidan 2021 yil qor tizimlik ilingan Yevropadagi eng chong aqllardan biri hisoblanadi. Mazkur organning parlamentda Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasini e'lon qilish yig'iniga sohibxonlik qilishi diqqatni tortadigan bir nuqta bo'lsa, Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockning bu yangi Xitoy strategiyasini o'z bevosita e'lon qilishi yana bir muhim nuqta hisoblanadi. Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining tilga ilinishi Dunyo Uyghur Qurultayining bu jihatda ko'rsatgan zo'r tirishchanligining bevosita mas'ulidan iborat. Mazkur strategiyaning tayyorlanayotganligi haqidagi uchurlar o'tirg'i chiqqandan keyin Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban, Qurultayning program yetakchisi Eva, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va Qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunlardan tarkib topgan Qurultay heyeti ko'p qatim Berlinda Germaniya tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, o'zlarining konkret talablarini o'ttirib qo'ygan va mazkur strategiyani tayyorlashga mas'ul bo'lgan Mercator Xitoy tadqiqot institutining tadqiqotchi xodimlari bilan bevosita ko'rishib, ularni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatli hujjat materiallari bilan ta'minlagan edi. Təxi aldınqı həftə Qurultay Berlin işxanasının direktori G'ayur Qurban əpəndi Germaniya Tashqi ishlar ministrligida dalmuş strategiyaning e'lon qilinishi munosabati bilan o'tkazilgan fikr elish yig'iniga ishtirok qilgan edi. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan G'ayur Qurban əpəndim o'zining qarashlarini bildirib, mundaq dedi. Bugun Germaniya Tashqi ishlar ministri Baerbock xonim yaqinqi bir qancha oylardan buyon taqozolik bilan kutayotgan Germaniya Federatsiya hukumatining Xitoyga qaratgan strategiyasini rasmiy jakoladi. Köpçülük aydın bo'lgandek Germaniya Xitoy munosabatlari o'zininki siyosiy va iqtisodiy jihatdagi hajmi va vaznida ilib chiqqandimi, nuqul Yevropada emas, balki butun dunyo miqyosida nihoyat muhim bir xalqaro munosabatlarning bir parchasi bo'lib hisoblanadi. Germaniya hukumati o'zininki Xitoy qaratgan tunji qitmlik davlat universal strategiyasida Uyg'ur masalasini nomini atab tilga oldi va o'zininki strategiyasiga muhim bir nuqtaga aylandi. Bu Germaniyadagi emas, balki butun dunyo miqyosidagi Uyg'ur vaziyatiga ko'ngil bo'ldigan barcha qarindoshlarimizni xushal qildigan nihoyat yaxshi bir vaziyat bo'lib hisoblanadi. Germaniya federal hukumati 2021 yilda
növbette hakimiyet yürütüp hükümetini teşkilligen vaxtida ve özününki toxtamlarında şu hakimiyet ilip biriş mezgili içinde Germaniyanınki tunji Xitay stratejisini meydanda çıkıştığını cakarlığından başlap, yani 2021 yıldan başlap Germaniyaga joylashgan ve Germaniyada asosliq faoliyat ilib borayotgan tashkilot bo'lish sifati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur masalasiniki Germaniyaniki ichki va tashqi siyosatlaridagi muhim bir kun tartibga kirish uchun boshlamchi rolini nihoyatda yaxshi va unumli ifodalaydi. Bu jarayonda biz Germaniya Bosh ministerlik idorasi, Germaniya Tashqi ishlar ministerligi, Germaniya iqtisod ministerligi, Germaniya parlament yargıç partiler ve şundakla şu Germaniyanınki tunji devlet stratejisine tüzüşke katlaşkan, alakadar boğan bütün tarmaklar bilen yıllardan beri nurgulluğun hizmetlerini elip aldık. Nurgulluğun uçuşlarını elip aldık. Ve bütün bu jarayonlarda biz Germaniyada bizden birlikte faaliyet elip borayotgan hemkarlık teşkilatlarımızdan, Tibet ve Hong Kong teşkilatlarımızdan kendimizge elip durup ular bilan birlikte şu növbetdeki Germaniyanınki Xitoy qaratgan davlat stratejisiga o'zimizniki tutgan pozitsiyasi, kutgan umidlarimiz ve tekliflerimizni yazmış topshirdik ve to'xtamay bular bilan aloqa qilib, bularninki bu masalani cho'qim Germaniyanınki stratejisiga erishishni izchil talab qildik. Mana bugun mushundaq bir xushallanarli vaziyat maydonga chiqdi. Bunun da bizning qo'llagan bugungacha kendimiz turib hamkorlashib kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining tarkibidagi barliq tashkilotlarningki muhim tuhfalari va mushu fursat orqali men bizning bugungacha qo'llagan, rag'batlantirgan, oqimizni to'g'an jumladan Germaniyadagi jamoatlarimiz va Dunyo Uyg'ur qurultiyining xizmatlarini qo'llab kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki tarkibidagi barliq tashkilotlar va tashkilot rahbarlariga chin dilimdan rahmat aytaman. Dünya Uyghur Qurultiyi Qanun Komitetining müdiri ve Kanada Uyghur Haqlarını Qo'g'dash Tashkilotining raisi Mehmet To'xta efendimning boshlamchiligida Kanadadagi kishilik huquq tashkilotlari va advokatlar jamiyatlarini o'z ichiga olgan 28 tashkilot tarafidan 2022-yilda Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik bo'lgan 14 cho'ng shirkat ustidan sunilgan arizga asosan 11-iyul kuni Kanada federal hukumatining Kanada shirkatlarining chet elki savdo faoliyatlarini nazorat qilish organi Kanadaning dunyoga tanilgan mashhur shirkatlardan Nike Kanada shirkati bilan Kanada Xan jamiyati oltinchilik shirkati ustidan rasmiy tekshirish boshlaganligini e'lon qilgandan keyin bu ikki shirkat e'lon qilgan bayonotlarda o'zlarining Uyg'ur majburiy emgaki bilan hech qanday chetishligining yo'qligini ilgari surgan va Kanada federal hukumatining bu vaqtdagi tekshirishni rad qilganligini bildirgan edi. Bu ikki shirkatning yuqorgi pozitsiyasi Kanada federal hukumatining Kanada shirkatlarining chet elki savdo faoliyatlarini nazorat qilish organining bosh nazoratchisi Sheri Meyerhofer xonimning o'g'isini qaynatdi. Sheri Meyerhofer xonim 13-iyul bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida agar bu shirkatlar o'zlarining tekshirishiga moslashmasa, hukumat bu shirkatlarga mulozimat qilish to'g'risida tavsiya berish mumkinligini bildirdi. Sheri Meyerhofer mundaq dedi: "Bu shirkatlar men bilan moslashmasa va tekshirish elib berishimiz hamkorlashmasa, bu mening ishxonamga e'tibor bermaganlikning ifodasi hisoblanadi. Bu ahvolda men xalqaro savdo ministrligiga ularning bu shirkatlarga berayotgan mulozimatni to'xtatishi, kelgusida ularga mulozimat qilishni, kelgusi iqtisodiy hamkorlik fondi va hukumatning savdo fondlaridan bahramon bo'lishni rad qilishni tavsiya qilishim mumkin. Garchi Nike Kanada shirkati bilan Kanada Xan jamiyat oltinchilik shirkati o'zlarining Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligining yo'qligini ilgari sursimi, ammo ko'p taraflimlik dalillar bu ikki shirkatning Uyg'ur majburiy emgaki bilan cho'nqur chetishligining borligini ko'rsatmoqda. Masalan, Kanada federal hukumatining tekshirish dokladida Xan jamiyat oltinchilik shirkatining 2004-yildan boshlab Xitoyning davlat egiligidagi Xinjiang ranglik metallurgiya guruhi bilan hamkorlashib, Qumul, Turpan, Guchung 2-nomerlik oltin konni ichish qizishga mablag' solganligi. Navbatda bu shirkat mazkur konning 70% pay chekini kontrol qilganligi bildirilmoqda. Dastlabki Kantori nomli tor betining qayd qilishicha, Sharq Turkistondagi birlashma oltin konning 100% mablag'ini Xan jamiyat oltinchilik shirkati solgan bo'lib, bu kondan zo'r miqdorda oltin zapsi bayqalgan ekan.
Xabarda bu birleşim məbləğ toruning Tangirtog Altun Belbig'ining 600 kvadrat kilometrlik qismini kontrol qildiganligi bildirilgan. Halbuki, chet el tədqiqatçılarının dokladlarida Şinjan Ranglik Metal guruhi Xitoyning Sharq Turkistondagi atalmış namratlıqdan qutquzush, yo'tkab ishga o'rinlashtirish programmasiga aktiv qatnashgan davlat egiligidagi korxonalarning biri ekanligi ilgari surilgan. Mehmet To'xta apandimning riyosatchiligidagi Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining boshlamchiligida sunilgan bu qitimqi arz shikoyatning qonun maslahatchisi, Kanada McDonald Laurel Institutining oliy tadqiqotchisi Advokat Sara Tayxning ko'rsatishicha, ular asli 14 shirkat ustidan arz qilgan bo'lib, ulardan 13 qabul qilingan. Sara Tayx 12 iyul matbuotlar qilgan so'zida o'zlarining Kanada nazorat organiga bu shirkatlarning ta'minlash zanjiri Uyg'ur majburiy emgakka chetildiganligiga oid dalillarni sunganligini bildirdi. Sara Tayx mundaq deydi: "Bo'libmi biz bu shirkatlarning ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanayotganligini arz qildik. Shuning bilan biz buningga oid dalillarimizni o'ttirib qo'ydik. Bu dalillar Avstraliya strategik siyosat institutining doklati, Laura Murphyning bu soatdagi tadqiqoti va uning e'lon qilgan dokladlarini, shundaqla o'zimizning bu jihatdagi tekshirishlarimiz bu shirkatlarning biz erishgan buningga doir sonliq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bularning hammasi majburiy emgakka chetishdi qushurlar. Albatta majburiy emgak irqiy qirg'inchilik doirasidagi masala bo'lish sifatida bu arz muhim ahamiyatga ega. Sara Tayx yana mundaq dedi: "Biz qolgan 11 shirkat ustidagi dastlabki tekshirish qarorining kelar haftalarda e'lon qilinishini kutamiz. Lekin Nike bilan Xan Jamat oltinchilik shirkatining tekshirilishiga kelsak, biz tekshirishning qanchalik uzun davomlashadiganligini bilmaymiz. Bu organning o'zining xizmat tartibi bor. Biz o'tgan yili 14 shirkat ustidan arz sunğandımı arzimizni ko'rib chiqishi kechikkan edi. Ular o'zlarining xizmat tartibi bo'yicha ish olib borsimi, lekin biz yanada o'tgan amaliy ahvollarga qarab, uning biz kutgandan biroz uzunroq bo'lganligini faraz qila olamiz. Shunga biz tekshirishning qachon oxirlashadiganligini bilmaymiz." Kanada federal hukumatining Kanada shirkatlarining chet elki savdo faoliyatlarini nazorat qilish organi Kanada hukumatining shirkatlar bilan hukumat va fuqarolar orasidagi ixtilofni hal qilish maqsadida ta'sis qilgan betaraf va mustaqil hukumat organi bo'lib, bu mazkur organning 2021 yili arz shikoyat mexanizmi ta'sis qilingandan beri tunji qitim Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik shirkatlarini tekshirishi bo'lib hisoblanadi. Kanada xalqaroda Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik shirkatlari bilan bo'lgan aloqasi sababli hukumat tarafidan tekshirish olib berishni boshlagan ikkinchi davlatdir. Bu yil 6 ayda Yevropadagi nopozliq kishilik huquq tashkilotlaridan Yevropa asos qonun va kishilik huquq markazi Dunyo Uyg'ur qurultiyining havolasiga asosan Germaniya ma'muriy doiralariga arz sunib, Germaniyaning Volkswagen, Mercedes-Benz va BMW qatorliq avtomobil shirkatlarini ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakni cheklash va uning oldini olishda muvofiq tadbirlarni olmadi deb ayblagan edi. Notre Dame Universitetining Qonun instituti tarafidan Londonda uyushtirilgan 3-navbatlik Notre Dame diniy erkinlik oliy yig'inida Uyg'ur masalasi asosli kun tartiblarining biriga aylandi. 11 iyuldan 13 iyulgacha Londonda o'tkazilgan mazkur xalqaro muhokama yig'iniga alohida taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq qonun maslahatchisi va qurultayning qurg'uvchi a'zosi, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkal apandi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri Rayma Mahmud xonim yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qaytadan kun tartib kelib keldi. Yig'inga Amerika va dunyoning har qaysi joylaridan taklif qilingan mutaxassislar, advokatlar, diniy rahbarlar va siyosiy faoliyatchilardan bo'lib, ko'p sonli yuqori darajalik arboblar qatnashdi. Bu qitimliq yig'inda diniy e'tiqod erkinligiga munosabatga har xil jiddiy masalalar o'tirib qo'yildi. O'tirib qo'yilgan masalalar dinga muomala qilishning asosiy va yo'liqqan raqobatlar, ijtimoiy taratqularda diniy e'tiqodni ifodalashdagi raqobat va fursatlar, mustabidlikning qad ko'tarishiga qarta diniy javoblar va oz sonli millatlarga qartilgan ziyonkashlikning kuchayishi qatorliq temalar ostida muzokara qilindi. Rayma Mahmud xonim istansimiz qilgan so'zida bu 3 kun jarayonida elib berilgan barliq muzokaralarda Uyg'ur masalasining muhim temalardan biri bo'lganligini ta'kidladi. Notre Dame Universitetining Qonun instituti Amerikaning Indiana shtatiga joylashgan bo'lib, diniy erkinlik tashabbus qurilishini 2020 yil boshlagan. Bu asosli diniy e'tiqodlarning erkin davom qilishi hamda qo'g'dilishini maqsad qiladi. Mazkur qurilish o'z navbatida Notre Dame diniy erkinlik mukofoti ta'sis qilgan bo'lib, diniy erkinlikni himoya qilish yo'lida ko'rinarli xizmat qilgan shaxslarga berilganligi belgilangan. Bu yillik mukofot dunyoning har qaysi joylaridagi diniy erkinlikni qo'g'dashga ko'rinarli tuhfa qo'shganligini taqdirlash uchun Notre Dame diniy erkinlik tashabbusi maslahatchilar hay'atining a'zosi, Angliya parlament a'zosi David Altonga berilgan. Bu mukofotning tunji qitimligi 2021 yil 28 kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining ayni vaqtdagi muavin raisi Nuri Turkalga berilgan edi. Rayma Mahmud xonim istansimiz qilgan so'zida har qaysi davlatlarning xalqaro siyosatlarida Xitoyga yaqinlashishdek vaziyat ko'rilayotganligi,
Muşundaq sharoitda har qanday xalqarалық yig'inlarda Uyg'ur masalasining tilga ilinib turishining nihoyat muhimligini eskartdi. Türkiye Parlamenti Kişilik Hüquq Komiteti başlığı, Hakimiyet Beşidiki Adalet ve Teraqqiyat Partiyasının parlament əzası bolğan Sabıq Türkiye Aile ve İctimai İşler Ministri Derya Yanık Xanım, Amerikadakı Uyghur Hərəkət Təşkilat Müdiri Roşan Abbas, Uyghur Tədqiqat Mərkəzi Müdiri Abdülhakim İdris ve Dünya Uyghur Qurultayı Yaşlar Komitetinin muavin müdiri ve Qurultayının Türkiye vekili Abduqadir Abdukerim qatarlıqlarını tərkib tapqan bir heyətni parlament binasidagi ishxonasida qabul qildi. U Uyg'urlarning talablarining amaliylashishi uchun qo'limdan kelganini qilaman dedi. Uchrashda bu heyət Türkiye Parlamenti Kişilik Hüquq Komitetining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini tekshirish komiteti qurishi, dokladlarni tayyorlab Türkiye parlamentiga sunishi, Türkiye'deki ata-anası bilen aloqa o'rnatilmagan Uyg'urlarni ata-anası ve urug' tuqqanlari bilan ko'rishtirishini, Amerika qatorli g'arb davlatlariga o'xshash Türkiye parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi, qul emiki bilan ishlab chiqarilgan mollarning Türkiye'ga kirishini cheklash qatorliqlarni talab qildi. Mazkur komitet mas'uli Derya Yanık Xanım bu masalalarda ijobiy javob berib, özünün ve komitetining qo'ldan kelishicha tirishchilik ko'rsatadiganligi, Uyg'urlarni qo'llaydiganligini izhor qildi. Derya Yanık Xanım o'zining 1990-yillarda İstanbulda oliy maktabda o'qiyotgan chog'larida Uyg'ur tashkilotlarining yig'inlariga ishtirok qilganligini, Uyg'ur masalasini yaxshi bildiganligini, Uyg'urlarning bu talablarining amaliylashishi uchun qo'ldan kelganini qildiganligini bayon qildi. Mazkur heyət 13-iyul kuni bu uchrashdan keyin yana Türkiye Parlamenti Kişilik Hüquq Komitetining sobiq boshlig'i, hozirgi Dava partiyasidan parlament a'zosi bo'lgan Mustafa Yanaroğlu bilan uchrashgan. Uchrashda mazkur heyət Uyg'urlarning hozirgi vaziyati, Uyg'ur davosining xalqarodagi ahvoli va Uyg'urlarning talablarini o'ttirib qo'ygan. Mustafa Yanaroğlu apandimmo Türkiye parlamentida bu vaqt qo'ldan kelganini qildiganligini ta'kidlagan. Türkiye hükümeti 2009-yılı dünya boyunca tuncu bulup 5-yıl Ürümçi qırğınçılığını qırğınçılıq deb atab Uyg'urlarga madad bergan edi. Amma keyinki bo'libmi 2015-yildan keyinki Türkiye Xitoy munosabatining taraqqiyoti, ikki davlat o'rtasida savdo tijorat, pul muomala va diplomatik kelishimlarning tuzilishi, Turkiyadagi pul paxalligi, ishsizlikning eshib menishi, shuningdek tojismon virusga qarshi vaksinaning kamchil bo'lish qatorliqlarga egishib, Türkiye hukumatining Uyg'urlar haqidagi maydonimi bir qancha qitim o'zgargan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.